jigga, pulni seyfga yig'iladi. Siz lekin qayerga yig'yapsiz, men bilmayapman-da. U pullarni yig'ib, bosib yotirish kerak emas, ishlatish kerak. Uy quraman deb niyat qilib qo'ygan ekansiz. Mana shunaqa paytlarda sizga mana obzorim kerak bo'ladi. Videoni albatta saqlayib qo'ying. Orqamda turgan klinis bo'ladi. Chorvodiy toni vashtob kelib qurib qo'yishibdi. Xullas, men rohatliga eng katta zavodlardan bittasida turibman. Bu klinis orqa tarafimda mana shebin va shag'al. Undan tashqari bizda nima bor? Chinozqum, Bekobodqum, Poyma, shag'al, blogi, shebin, klinis. Xullas, hammasini aytib o'tdim. Jigga o'zingizni kelajagingiz va farzandlaringizni kelajagi uchun qilsangiz qilsizda bitta uy qurasiz, lekin rostakasib eng sifatli mahsulotlardan foydalanadigan joyi. Xullas, o'zingizlar ko'ryapsizlar, katta mana apparatura, texnikalar. Bu texnikalar hammasi Xitoydan zakazlar qilib olib keltirilgan, eng sifatli narsalar ishlab chiqariladi. Bu narsaga shu zavod tomonidan garantiya beriladi. Yaxshi narsa olasiz, maza qilib yashaysiz. Uy chunki sizniki, foydalanadigan ham siz. Shuning uchun yaxshi narsa olish kerak. Sizga nimadir kerak, telefon qilib aytsangiz, uyingizga olagan kubaturangizni dastlabki qilib yetkazib berishadi. Har xil mashinalar bor. Eng arzon birinchi qo'l o'zini ishlab chiqaruvchi egalari tomonidan sizlarga eng zo'r narxlarda yetkazib beriladi. Shofyor akalarimiz uchun juda ham zo'r udobsa qilib qo'yishdi. Xohlagan suvinglardan ichishingiz mumkin. Muzdek, shirin, undan tashqari kofe ham bor ekan. Eng qiziq joyi o'rtoqlar taymer qo'yib qo'yishibdi. Sovrinli o'yin bor ekan. Bitta bosamiz. Mana shu hozir 10 sekund bo'lganda sizlar bitta ushlasanglar, qilgan xaridingizdan 100 ming so'm yutib olishingiz mumkin. Men hozir harakat qilib ko'raman. 991 rovna 10 sekund bo'ladigan bo'lsa, sizlar 700 ming so'mlik narsa oladigan bo'lsanglar, o'sha 600 ming so'mga tushadi, ya'ni 100 ming so'm sizlarga chegirma bo'ladi. Kuniga 10 marta keladigan bo'lsanglar, 10 martada 10 sekundda ushlasanglar, sizlarning cho'mchagingizda 1 million yoningizda pul qoladi degani. Nima qilish kerak? Foydalanib olirish kerak. Jigga sizni aytgan manzilingizgacha yetkazib beradigan hamma mashinalarimiz bor. Buni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Raqamlarni albatta o'zingizlarga saqlab qo'yinglar. 95lik 007 77 76. Mana shu akkauntga sizlar obuna bo'lib olinglar. Chunki yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Videoni shunda o'zingizlarga saqlanib qilib yoki tashlaysizlar, raqamlarni telefoningizga saqlanib qilib yozib olasizlar. Ertaga kerak bo'ladi. Hammaga rahmat. Ko'rib kuzatib, agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, bitta like qizartirib qo'yasiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.